Ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, quloq bilan eshitib bo'lmaydi. Bugun biz Xpeng G9 ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlarini qo'limdagi apparat orqali real test qilib ko'ramiz. Bugun biz Xpeng G9 ichidagi 5 ta nuqtaning magnit maydon ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Xpeng G9 haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkich 4.3 mGauss. Haydovchi oyoq osti qismidagi ko'rsatkichimiz 6 mGauss. Monitordagi ko'rsatkichimiz 507 mGauss. Markaziy konsoldagi ko'rsatkichimiz 407 mGauss. Haydovchi yon o'rindig'idagi ko'rsatkichimiz 5 mGauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 5 mGauss. Xpeng G9 ichidagi eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida chiqdi. 6 mGauss. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Biz sizning ham elektromobilingizni test qilib beramiz. Men aytgancha, videolarimizni ko'plab odamlar kuzatishi uchun YouTube va Instagram sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi real testlarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.